Otam fermer edi. Zang kasalligi tarqagach, chang ko'p ko'tarildi. Bizga ozuqa yetkazishga xizmat qilgan chang bir kun kelib bizni yo'q qiladi deb kim o'ylabdi deysiz? Bu yerni qanday topganingizni aytib bering-chi. Bu yerdan chiqishimizga kafolat olmaguncha hech narsa aytmayman. Biz narsamiz. Narsa? Sen uchuvchilik qilgan narsa. Xo'sh, ayting-chi, dunyoni qanday qutqarasiz? Biz yerni qutqarmoqchi emasmiz, uni tark etmoqchimiz. Quyosh tizimida hayot uchun yaroqli sayyoralar yo'q. Eng yaqin yulduzlargacha esa 1000 yil uchish kerak. Ammo nimadir seni yetaklab keldi. Ular seni tanlashdi. Kim ular? Ketma deyilgan dada. Kitoblarga qarang, u yerda qol deyilgan. Men albatta qaytaman. Qachon? Biz rejaga ko'ra hozir yerda yashayotganlar uchun yangi qo'nim topishimiz kerak. Faqat o'z oilangni emas, barchani o'ylasang-chi, Kuper. Agar rejani bajargunimizcha odamlar qirilib ketsa, u ish bermaydi. Shu aqlimiz tufayli inson qadami yetmagan joyga keldik. Lekin bu kamlik qildi. Bu yerda yashab bo'lmasligini tushunganman. Shunga qaramay, uzoq yillar tirik qolishga harakat qildim. Gargantua bizni orbitasigacha tortishga qo'yib beramiz. Interstellar